Bizni xalqimiz kulgu sevar xalq. To'y sevar xalq. Bayram sevar xalq. Mehr oqibatni sevadigan xalq. To'g'rimi? To'g'ri. Ha, mehr oqibatni chorrahada svetofor o'chganda-ku. Bu avtosalonlarda shartnomalar ochilib, odamlar ish qolib, derazadan buzib kirganda ko'ringlar. Qishki kunida metan zapravkada o'rchiti turganda ko'r. Hey, nima deyapsizlar? Hamma vaqt ham unaqa emas. Juma kuni ko'ringlar. Voy. Mehr oqibatda juma kuni ko'ringlar. Bir-biriga yo'l bergan, hurmat qilgan, to'g'rimi? Bir juma kuni o'lib ko'ringlar. Ya har kun juma bo'lsa-da. Shunday. Ha. Yana bitta gap. Ha. Bugun to'y. Shunday. Bugun bizni to'yimiz. To'g'ri aytasiz, lekin Xo'ydapa to'y deyapmiz, lekin mana nimaga bu oq ko'ylaklarni kiyib olganmiz? To'y bo'lgani uchun-da. To'y bo'lgan. Oq ko'ylak bu oqlik, poklik ramzidir. Bu oq ko'ylakdagi oq farishtalarmiz. Shunday. Men yolg'on gapiramayman. Endi